Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nikohni juda ham bir e'tibor bilan himoya qilishlikka da'vat qilganlar. Va shu bilan birgalikda nikoh mening sunnatimdir, kim bundan yuz o'girsa mendan emasdir deb marhamat qilganlar. Va bog'langan nikohni yetishlikni gunohini judayam qattiq qoralaganlar. Allohning g'azabini keltiradigan eng yomon gap bu erkak kishini tilidan chiqqan taloq kalimasidir dedilar. Nikoh bog'lash bo'lsa, taloq bog'langan narsani yechish bo'ladi. Taloq masalalarida o'ta ehtiyot bo'lishlik kerakki, bir yigit meni huzurimga kelib, domla, men juda bir og'ir ahvoldaman, nima qilishligimni ham bilmayman deb yig'ladi. Keyin o'zlari gapirib beryaptiki, bir vaqtlar achchig'im kelib, ichib kelib, ayolimni ushtalab qo'yib yubordim. Shunda onam aytdiki, xotining 7 kun ko'chaga chiqmasa darvoza hatlab talaq ko'tarilib ketadi. Bo'ldi, birovga indamanglar dedi. Shu bilan men endi unda bir diniy tushunchalarim yo'q edi. Onamning gapiga ishondim. Ayolim 7 kun ostona hatlab ko'chaga chiqmadi. 8-kuni biz yana er-xotin bo'lib yashab ketaverdik. O'sha yashaganimizdan keyin bir ikkita farzandli bo'ldik. Men mehnat muhojiri bo'lib bir chetga borib mehnat qildim. Namozxon yigitlar bilan birga ishladim. Dinimizni o'rgandim. Dinimizni o'rganganimdan keyin onamni xatosini tushunib yetdim. Biz benikoh ikkita farzandni dunyoga keltirgan ekanmiz. Afsus, hozirgi kunda onam dunyodan ko'z yumib o'tib ketgan. Bu farzandlarimning taqdiri nima bo'ladi? Kim javob beradi deb o'ta musibat bilan, og'ir eslash bilan farzandini nikohsiz dunyoga keltirib qo'yganman degan chuqur qayg'u bilan eslab yordam berishlikni so'radi. Biz qanday yordam beramiz? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ya'ni noto'g'ri fatvo berishlikni judayam bir og'ir holatlarini aytib o'tganlar. Din masalalarida bilgan bilmagan holatda har xil gaplarni gapirib, odamlarning taqdirini yomon tarafga o'zgartirib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Bir diniy masalalarni bilmasa, bilmayman deb aytishlik qanday ham go'zal. Yo bo'ladi, yo bo'lmaydi deyishlikdan ehtiyot bo'lish kerakki, mabodo shariatda shu bo'lishligiga fatvo bo'lgan bo'lsa, bo'lmaydi deyishlik bilan gunohkor bo'lib qolishligi mumkin. Yoki bo'lmaydigan narsani bo'ladi deb qo'yishlik bilan ham gunohkor bo'lib qolishlik mumkin. Shuning uchun bu masalalarda ulamolarni ixtiyoriga tashlab qo'yilsa, har bir ish xayrlik, barakotlik, muvaffaqiyatlik bo'lishligi shak shubhasizdir.